Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu soatiga 500 litrlik toza suv ishlab chiqaradigan filtrimizni Oqdaryo tumaniga qaysi qishloq bu? Ibn ko'chasi, Loyish shaharchasi. Loyish shaharchasi Ibn ko'chasiga o'rnatdik. Akamizni dushovoy joyiga o'rnatib berdik, qishki kuni muzlab qolmasliklari uchun va ofisiga ustanovka qilib berdik. Ofisiga, ya'ni ofis suv, toza suv. Ushbu suv filtr apparatdan chiqqan suvni sotamiz ham deyishdi akamiz, ham xonadon uchun ham ishlatamiz deyishdi. 1 soatda 500 litr toza suv ishlab chiqaradigan suv filtrimiz. Teskari osmos tizimidagi bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Sammoykalarga o'rnatilyapti hozirda ushbu filtr yoki bo'lmasam uylarga masalan teplitsa, umuman olganda sho'r suvni tozalash filtri har qanday insonga chuchuk suv kerak bo'ladigan bo'lsa, sho'r suvni tozalaydigan filtr kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu filtrlarga buyurtma berishingiz mumkin. Bemalol ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib va har xil turdagi filtrlarimiz bor. Xonadonlar uchun kichik filtrlarimiz soatiga 12 litr suv beradigan. Bular soatiga 500 talik. Bularimizni narxini quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bilishingiz mumkin. Hozirda videoda aytmasligim sababi narxlar tushishi yoki ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun aniq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga Telegramdan yozsangiz yaxshi bo'ladi, chunki ko'pchilik telefon tusha olmasligi mumkin. Ba'zi vaqtlarda xizmat doirasidan tashqarida bo'lishimiz mumkin. Hozir ustanovkasini mana shu holatda qilganmiz. Yuqoriga bochkalarni qo'yganmiz. Zaxira, ya'ni xom suv turadigan, oddiy til bilan aytganda ko'pchilik notoza deydi. Aslida xom suv turadigan suvimizni va filtrlanib chiqadigan suvimizni ham ikkalasini ham yuqorida turibdi. Mana kirish va chiqish holatlari. Marhamat. 4 bosqichda filtrlaydi. 3 ta grubachistka va 2 ta membrana tizimi mavjud bunda. 1 soatda 500 litr suv ishlab chiqaradi.